Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun do'stingizga yuborib qo'ying. Hozir Instagram hisobingizni qanaqa himoya qilish kerakligini o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib Instagram hisobimizga kirib olamiz va uchta chiziqni ustiga bosamiz. Center account bo'limiga kiramiz. Parol va himoyani ustiga bosamiz. Ikki bosqichli autentifikatsiyani ustiga bosamiz. Instagram hisobimizni tanlaymiz. Bizga ikki turdagi himoya usuli chiqib keladi. Birinchi usul autentifikatsiya. Ikkinchi usul SMS yoki WhatsApp usuli orqali. Hozirda O'zbekiston hududida SMS va WhatsApp bilan bog'liq muammolar bo'lgani uchun biz birinchisini tanlaymiz. Autentifikatsiyani tanlaymiz. Ustiga bosganimizdan keyin bizga eng afzali Google Authenticator hisoblanadi. Apple mahsulotlarida App Store, Androidlarda esa Play Market. App Store'ga kirib olamiz va Google Authenticatorni yuklab olamiz. Google Authenticatorni ochib, Google hisobimizga ulab olishimiz kerak bo'ladi. Instagram hisobimizga o'tamiz va uzun shifrli kodlarni nusxalab olamiz va Google Authenticatorni ustiga bosib, shifrni tanlaymiz va davom etamiz. Bizga Google Authenticator esa 6 xonadan iborat raqamlarni taqdim etadi. Biz yana Instagram hisobimizga o'tamiz va davom etishni bosamiz. Bizdan Google Authenticator taqdim etgan 6 xonali raqamni kiritishimizni so'raydi va biz 6 xonadan iborat bo'lgan kodlarni joylaymiz, davom etishni bosamiz va yakunlashga shoshilmanglar. Hozir sizlarga tushuntirib o'taman nima uchun tezroq yakunlab yuborish kerak emas. Ko'rib turganingizdek, zaxira kodlari mavjud. Zaxira kodlarini ustiga bosib, biz zaxira kodlarini screenshot qilib olishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun bizga zaxira kodlari kerak bo'ladi? Biz yangi Android yoki iPhone mahsulotini yangi sotib olganimizda, telefondan telefonga o'tkazgan paytimizda Google Authenticator ishlamagan holatda kerak bo'ladi. Biz kirganimizda 6 xonadan iborat bo'lgan raqamlar kelmasa yoki ko'rinmasa, hisobimizni yo'qotib qo'ysak, albatta zaxira kodlardan foydalanamiz va bizga hujum bo'lgan payti tezroq tiklab olishimizga ham xizmat qiladi. Asosan Google Authenticatordan foydalanishimizga sabab 1 daqiqa ichida 6 xonali raqamlar o'zgarib turadi. Ya'ni shifr 1 daqiqa ichida o'zgarib turadi. Bilmagan do'stingizga yuborib qo'ying. Instagram hisobini himoyasini bilmaganlar uchun manfaatli video hisoblanadi. Foydali videolar Dasturuz TV kanalida. Dasturuz TVni barcha kanallarga obuna bo'ling. Keyingi videomizda esa target qilishni oson usulni o'rgatib qo'yaman. Salomat bo'ling.